Maşallah deb har bir like bosgan inson uyda shunaqa hayvonlardan ko'p bo'lsin, uy ferma bo'lib ketsin. 35 talik variantidan. Jasurbek, ser sut, puli arzon, xudo xolasa, baraka topib maza qilib olaman deydigan, toza mol olaman deydiganlarga mana like bosib ko'rsin mana. 25 tanga bor. Chempionlar. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Bugun manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Viktor akamiz xonadonlari. Bugun sonimiz akalar rossiyskiy shved signazollardan bor. Xudo xolasa birin-ketinlikdan ma'lumotlar beramiz. Qaysi birlari yoqsa ma'qul kelsa telefonlashib, savdolashib, kelishtirib tushirtirib olaverasizlar. Arzimas mendan az qo'llagan holatda bir donadan like tugmasi bosib so'rab qolamiz. Like sizdan pul olmaydi, bizga ham bermaydi. Shu videoni ko'proq insonlarga yetib borishligi uchun kerak xolos. Va bizni ko'rib turgan insonlar bo'lsa, ekronda podpisatsiya yoki o'z bechasiga obuna degan yozuv bor, o'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kirizib borayotgan videolar doim SMS bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Mana bunaqa germanskiy parodani zo'rlardan ham bor, xudo xolasa. Viktor aka, o'rming. Assalomu alaykum Jasur aka. Sog'lay, yaxshimi? Gapamishkili. Zo'r. Like'larni Jasuruzning ashaddiy obunachilari faqat like bilan ko'radi biz videolarni. Yetadi aka. Germanskiy parodalardan, xudo xolasa. Germanskiy 2,5 oylik bo'g'oz, 20 ta oshiq suti bor Jasurbek. Syomkani zo'rini boshladik mana xudo xolasa. Pullari arzonlari bizda xudo xolasa. Like'larni ayashmasin bizga bugun bizda. Xo'p. Yedishta soliqlari, garantiyalari. Garantiyasi mollarimizni xohlaganicha sinab olishaversin. Aha. Yeb ichishi, tanidoni sog'ligi. Faqat boqsin, sutni maza qilib 30 litr, 35 litrliklari ham bor. Mana olib chiqib ko'rsataman. Uchun rossiyskiy bolalari buqa, buni bebola bo'g'oz xudo xolasa, tishini ochib, bo'yini o'lchab, hamma yo'qni ko'rsatib beradi xudo xolasa Jasurbek. Hop, boshladik. Birinchi sigirimiz Endi akalar. bo'ylaringizni o'lchab beramiz deganimiz sababi Jasurbek. Bo'ldi. Ancha-muncha katta mollar qatorida turadigan mollaring. Yangi ferma qilaman deydiganlarga xudo xolasa boshlanishiga udari bilan boshlayman deydiganlar. Bo'lmasa 3 ta mol baxmayman, bitta zo'rni baqaman deydigan oilaga beradigan mollar. Xudo xolasa Jasurbek. Katta mollar. Ha, oyoqlari, turi sutkasi, tishi qonigacha teshtirib olaversin. Xo'p. Hop. Birinchi sigirimiz. Olib yuray Quraylari yaxshi. Mana. Zo'r. Mana tishlar. Mana Turbaga elashtiravering. Turbaga elashtirib. Katta mol. Ha, jonivor. Fermani mollarda aka. Turbaga. Mana. Uzun, Karpat. Xudo xohlasa xo'ja odam haqiqiy maza qilaman deydigandan Jasurbek. Hop. O'lchay. Yerdan qo'yganda. Hop, 1.40. 44 ekan, 40 olishaversin. Aha. 4 sm bo'yidan ham ayirib o'ramiz. Hop, mana yoshinglar. Baxyor bola, bag'iga paqirni olib, to'ruqdan tushlarini go'millatib ko'rsatib bering. Molni xudo xolasa Jasurbek olgan odam haqiqiy maza qiladigan. Uzoqroq ishlatib, jonivorni buqalar tug'ib bersin bu, egizlar tug'ib bersin bu. Zo'r. Ekizlik qalay. Mana sigir. Qo'la yengil yedirdi mana. Ko'rasan? Narigilarni. Aparatdan tanlamaydi. Jasurbek aparat qo'l qizig'i yo'q. Bizim bugungi mollarimizga. Bitta bunga emas, hammasiga ham xudo xolasa. Nech pul? Jasurbek hamma joyda 5000 dollar chiqarishyapti. Bizda unaqasi yo'q. Qancha qo'yib berasiz? 36 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ham bizning bo'ynimizda. Laktaymay ko'rishsin akalar. German shved. German shved 2,5 oylik bo'g'oz, 20 litr sut, 36 million so'm butun O'zbekiston bo'ylab ketdi Jasurbek. Bunaqasi qatta bo'ladi desa? Ixtiyor egasida bo'ladi. Mana Navoiyga xudo xolasa kecha mollarimizdan Jasurbek 2 tasini berdik To'g'ri tog'amga. Yuklab jo'natib olgan syomkalarimizgacha mana Instagramga keling shuni ko'rsataylik. Voy. Bunaqa holatlarni suv qo'yiqligini ko'rsatib qo'ying bo'ladi. Yaxshi. Mana hurmatli bo'lsa. Telefon qilaverlar, xudo xolasa arzon qilib berishadi. Jasurbek, men ko'ryapman. Yaxshi mol aka. Rossiyskilarni. Shuni ko'rsatib qo'ying aka mana. Ko'ryapsiz. Mana aka, chista olib ko'ring xudo xolasa. Ketdi. Yirik sigir akana. Jonivor
Sutda ham yirik qiladi, Jasurbek. Hamma tomonlama xudo xolasa. Tortavering. Olgan Bosdi. odam haqiqiy baraka topadigan apparat qo'l tanlamaydi. Tortavering. Yeb ichishi, tana joni sog'ligi, yuvoshligi hamma yo'g'iga garantiya xudo xolasa. Jasurbek. Xo'p. Bolasi buqa. Rossiyskiy yiriklaridan. Necha sutga? Jasurbek 26 litrga lyubi odamga beraveramiz. 25 litrga ham olishaversin. Tortavering. Yeb ichishi, tana joni sog'ligi, yuvoshligi, to'rov soskasi, to'rov tuyog'i qonigacha tekshirib olishaversin Jasurbek. Aha. Bo'yini shuni ko'rib bering buni ham. Ol. Oling. Ash orqasini oling, men ko'rsataman. Mana ko'rsatinglar metrda. O, pastda yerga tegyapti. Necha? 146 ekan, 145 ga olishaversin Jasurbek. Mana 146 turibdi, 145 ga olsin. Ha. Quyosh qoldi bag'dan teskariga. Akalar quyoshga teskari bo'lib qoldi, shuning uchun bir tarafdan video olyapman. Aytib beraysizlar. WhatsApplarimiz bor. So'raganlarga Jasurbek bo'yi, hamma yo'g'i, suti, apparatga turishlari, xotirjam puxta savdo qilib olaman deydigan odamga beraveramiz Jasurbek. Xo'p, Viktor aka. Layklarni ayashmasin Jasurbek. Narxlarni ham bo'mbaq tashlayman Jasurbek. Buni ham gumoni bor. Ana bu hozir nima? Bu ham qo'yilgan. Yeb ichishi, tana joni sog'ligi, qonigacha tekshirib olaversin. Necha pul qo'yib bermoqchisiz? Nima deysiz? Qancha demoqchisiz? Pulini arzon qilib beramiz Jasurbek. Hech pul. Hamma joyda 65 million. Bizda 55 million. Savdosi bor. Sut ishlari zo'r. Sizga ular. Ha. Ota bola sog'yapti. Qo'shningiz kelib, manasiga sog'masa, yoniga kelib o'tir, sog'urasan deysizlar. Bitta Instagram oldik. Keling, Shariyor kelavering. Shariyor. Keling. Paqirda qo'yib ko'rsating. Viktor aka nechi pul? 55 million so'm O'zbekiston bo'ylab dasturkasi qilib beraman. Jasurbek, mayli chizda qilmayman. Kelishadigan joy bormi? Kelishadigan joyi telefonda bo'ladi. Jasurbek, oshcha narx aytayotgan bo'lsam, ayirib savdosini qilib olaversin. O'g'lim bolasini qanchalik bo'ladi, xudo xolasa yaxshi niyat. Bundan ustida bo'ladigan buqa bo'ladi. Xo'p. Hurmatli qadrdonlar, telefon qilaveringlar. Bolasini addini olib chiqib bering. Shahriyor bola. Baqa torting, bolasi torting. Torting. Bolasini baqa tortgan o'g'lim bolasini addini tegishib olib qo'ydik. Buqacha. Orqa ketib jonivorni xudo xolasa Bundan tepasida bo'ladigan bo'ladi. Jasur aka, hojata xojonalarimizga beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Telefon qilaveringlar. Nechta? 4ta, 6ta. 6 ta, mana 8. Bo'z yetishdi. Bo'z yetishdi. Ular hammasi hali rostlangan yo'q ekan-a? hammasini rostlagan. Xo'p. Men bekorga aytmayapman. Yangi firma boshlayman. Zo'r mollar yig'ishim kerak deydigan odamlarga beramiz bugun xudo xolasa. Yo bo'lmasa 3 ta mol baxmayman, bitta zo'ridan baqaman deydiganiga beramiz bugungi mollarimiz. Jasurbek, Betalab beringchi. bor. Yeb ichishi, tana joni sog'ligi, yuvoshligi, bu ham gumoni bor. Jasurbek, 15-20 ikkovi bitta joydan chiqqan mollar. Toza-qonli cho'rni pyostra, haqiqiy sersut chempionlar. Paqirlab solaman deganlari mol mana. Yupqa teri bo'ladi bu mollar. Ko'pchilik biladi. Bolasi buqa. Zo'r aka, nechta sut beryapti? Sizni boqishda shu holatda. Biz 28 tagacha sog'dik. Bu mol zagonda yurib, akalasini ichib, Qadar. bolasi idirib ishlatilmay qo'yilgan. Aha. Buqaga qo'yilganligi bundan ko'ra ko'proq, xudo xolasa. 2,5 oylik ash atrofida chiqadi, xudo xolasa. Yaxshi. To'r qozig'i to'r joyda. Qozig'lari ajoyib, xudo xolasa, toza Rossiyadan kelgan rivazli mol. Jasurbek, buni ham bo'yini hali katta mol, kichkina mol katta ko'rinadi degan obunachilarimiz uchun bitta ko'rsatib qo'ying Jasurbek, nima deysiz? Yerdan. 1.45. 1.45 dan ikkovini olishaversin. Katta mol akalar. Yupqa teri bo'yningichga suyadigan sigir. Sut beradigan sigirlar. Keling o'g'lim, so'qaylik. Pulini ham arzon qilib beraman, xudo xolasa, Jasurbek. Bu paqara qadar yurishi bu bola. Ha. Yengil. Yuvoshilik so'raganmidingiz? Mana yuvoshligi.
Kerak, Yengil ho'llar bor yo nima bormi? Yengil ho'llab qo'yibman. Maz yo'qmi? Zo'rka yoki. Yana apparatlar sog'ilgan mol. Hali apparatimiz ham bor-da, ana apparatlar sog'ilyapti deganiga. U burchada turibdi. Ketdimi? Bosgan. İyi bordi-da endi sut beradi. Necha sutga berasiz? 28 litrga beraman buni, Jasurbek. O'zim soqqan sutga beravering. Xudo xolasa zo'r baqib, qo'yib yuborib baqaman. Oziqasi zo'rmanda, faqat sut berish kerak deydigan odamga 30 litrga beraman. Aka, nech pul? Qancha? Jasurbek, buni 60 million emas, 58 millionga O'zbekiston bo'ylab dasturkasini qilib beramiz. 55 million so'mga buni ham xayrini qilib beramiz, vodiga dasturkasini ham qilib beramiz. Savdosi bor. Savdosi qilishsin, telefon qilgan odam nomi to'maydi. Molni ish qilib maza qilib baqaman deydiganiga beramiz. Shuni ko'rsatib qo'ying. 8-inchilar yetilyapti ekan. Zo'r. Mana qarang, gibridcha. Bolachasi gibrid buqacha. Toza qonli rossiyskilarimiz. Nechtalik variantidan? 35 ta kimga kerak bo'lsa mana kelsin. Xolasa uyimizda ko'rib sinab olsin. Xolasa uyga olib borib sinab olsin. Jasurbek, Uchoviga necha litrga berasiz? 100 litrga olishaversin, to'rovni. To'rovni. 100 litrga olsa boru Jasurbek hech qayerga joy olmayman. 35 litr 1 gram sut kammas buni xudo xolasa. Mana Jasurbek, bo'yningni ko'rib bering. Mana shu 1.45. 1.47, 1.48 chiqyapti, 1.45 ga olishaversin buni ham. Yeb ichishi, tanazoni sog'ligi, yuvoshligi, apparat qo'l tanlamasligi hammaga garantiya. Bu Jasurbek, necha kunlik bo'ldi buzog'i? bolasi bu kindiga ham tushgan hali. Bugun 9-kun o'g'izdan ajradi. Xudo xolasa suyog'i hamma yo'qi joyida. Olgan odam haqiqiy baraka topib maza qilaman desa bo'ldi Jasurbek. Necha pul? Pulini arzon qilib beramiz xudo xolasa buni. 70, 68 yo'q Jasurbek. 63 million so'mga O'zbekistonni aytgan joyga yetkazib beramiz. Kami bor. Kami bor xudo xolasa. Katta mol, suyagi, korpusli mol. Endi men har gal aytaman, katta mol kichkina mol katta ko'rishi mumkin. Kelib ko'ringlar. Xohlasa ko'rganga pul olinmaydi. Ha. Sog'lishlar. Saraga qo'l apparat tanlamaydimi? Odamni ikki tomondan, 3 ta tomondan sog'olmasi ham tanlamaydi. Shuni vazirlatishyapti. Bitta Instagram olamiz. Mol olib maza qiladigan insonlar moli. Mana. Bu xohlasa 3 ta, 4 ta baqmayman, bitta baqaman, zo'ridan baqaman. Bolasi gibrid buqa bo'lish kerak, sementanga gibrid bo'lish kerak deganga beramiz. 35 litr sutni lubodan zo'r baqaman deydigan odam mashla 40 litrdan beradi, xudo xolasa Jasurbek. Keling. Kelinglar. Kelavering. Keling Shariyor. Mana pa. Qo'yib ko'rsatib qo'yibdi. Mana ozgina solganimizda. Ikkita uchta buni paqirdan soldik, bu paqirga ham qo'ydik. Bolasini qo'yib. Ha. Bolasini ham tushunib, bolasini ichki yo'qligi Jasurbek, muhim joylari, to'roq tuyog'i, bolasini ichki yo'qligi, qonigacha tinchtirib beraveramiz. Yaxshi. Xo'p, hurmatli obunachilar, telefon qilaverasiz, Ektor aka. Qimmatli vaqtlarini ajratib, layklarni ayamasdan akalarimizning uylari eng kamida mana shunaqa mollardan 20 tadan bo'lsin. Qanday? Telefondan xudo xolasa. Tugadi. Ishimiz zo'r qilib yetkazib beramiz, Jasurbek.